Mana shu legendarniy Most Wanted o'yinini kompyuter yoki noutbukingizga barchasiga tekinga yozishni o'rgatib qo'yaman. Ko'chada bu narsani 50 ming, 60 mingga qilib berishadi. Men bo'lsa hozir sizlarga bu narsani tekinga o'rgataman. Bu o'yinni menimcha hamma mazza qilib o'ynagan bo'lsa kerak. Birinchi navbatda kompyuteringizda Telegram bo'lishi kerak. Agar Telegram o'rnatishni bilmasangiz, profilimda Telegram o'rnatish videoim bor. Mana shu Telegram o'rnatib olasiz va izbirini chatiga kirasiz. Bu yoqqa yozamiz, ko'rishingiz mumkin. Kuchukcha ilova x uzbot yozamizda chatga yuboramiz. Endi shu botimizga kiramiz. Keyin sizlarda maxsus botimiz ochiladi. Bu yerda kompyuter o'yinlari joyiga bosasizlar. Bosganingizdan keyin bu yerda mana Need for Speed joylab qo'yganmiz. Boshqa kompyuter o'yinlarini ham tezroq joylaymiz. Xuddi shunaqa fayl tashlab beradi. Mana shu faylni загрузка qilib olasizlar. Keyin mana shu faylni загрузка qilganimizdan keyin открыть qilamiz. Keyin xuddi shu joydan setupga bosamiz, запустить qilamiz. Mana shu oyna ochiladi. Dalay bosamiz, uстановка qilish joylari. Bu yerlarda xohlasanglar papkani alishtirib boshqa joyga uстановка qilsanglar bo'ladi. Dalay bosamiz, keyin mana загрузка bo'lishini kutamiz. Uzog'i mana 8 minutda uстановка bo'ladi. Uстановка bo'lgandan keyin mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Haqiqatdan mazza o'yinda. Hoziroq sizlar ham yozinglar deb bitta mazza qilib o'ynab ko'ringlar.